Assalomu alaykum barchaga, hurmatli ustozlar va o'quvchilar. IDC Milliy sertifikat kitobining 7-mavzusi, ya'ni planimetriya bo'limini boshlaymiz. Misollar soni ko'proq ekan, o'shaning uchun 5-6 ta qismga ajratib har kun video chiqarib boramiz. Demak, boshladik. Birinchisi, ABC uchburchakda AB tomon 12, BC tomon 14 va CA tomon 16 bo'lsin. Berilganlarga mos chizma chizib olamiz. Uchburchakning uchlari ABC nuqtalarida. AB tomonining uzunligi 12 ga teng, BC tomonining uzunligi 14 ga teng va AC tomonining uzunligi 16 ga teng. Demak, AC tomonidan bitta nuqta tanladik. Mana shu nuqta D nuqta bo'lsin. AC tomonidan shunday D nuqta olindiki, ADB va CBD uchburchaklarining perimetrlari teng deyilgan. AD kesma uzunligini toping. Topilishi kerak bo'lgan AD kesma uzunligini x bilan belgilab olamiz. U holda DC kesmaning uzunligi 16 - x ga teng bo'ladi. BD ni ixtiyoriy harf bilan belgilab olsak ham bo'ladi. Ana endi perimetrlar tengligidan nimani yoza olamiz? ADB uchburchakning perimetri bu 12 plus x plus y dan iborat. CBD uchburchakning perimetri esa y plus 16 - x plus 14 dan iborat. Tenglikning har ikkala tomonida y bor. Mana bularni qisqartirib yuborsak ham bo'ladi. Tenglamani ichib olamiz. X barobar 18, bundan x barobar 9 ga teng bo'lyapti. Bu javob. Ikkinchi, to'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchagi 32 gradusga teng. Uchburchakning to'g'ri burchagi uchidan tushirilgan balandlik va bisektrisa orasidagi burchakni toping. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak chizib oldik. Burchaklardan bittasi, ya'ni o'tkir burchaklardan bittasi 32 gradusga teng. To'g'ri burchak uchidan gipotenuzaga balandlik va bisektrisa tushirib olamiz. Mana shu balandlik va bisektrisa orasidagi burchakni topishimiz kerak. X burchakni. Demak, bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Mana bu joyda esa bisektrisa to'g'ri burchakni ikkita teng burchakka ajratadi, ya'ni bu 45 gradusga teng. Bundan tepasi ham 45 gradusni hosil qiladi. Ana endi bu burchak 90 gradusga teng, demak 90 gradus plus x plus 45 gradus plus 32 gradus bu uch burchak ichki burchaklar yig'indisiga ko'ra 180 gradusga teng bo'ladi. X plus 77 gradus barobar 90 gradus va bundan x barobar 13 gradusga teng. Javob. Uchinchi misol. BAC burchak ichida D nuqta olindi. BAC burchak ichidan bitta D nuqta tanlab olamiz. Mana shu D nuqta. Ana endi BAD va CAD burchaklarining bisektrisalari orasidagi burchak 44 gradus bo'lsa, BAC burchakni toping. BAD burchakdan bisektrisa chiqarib olamiz. Bisektrisa chiqardik. Ana endi DAC burchakdan ham bisektrisa chiqarib olamiz. Mana shu bisektrisalar orasidagi burchak 44 gradusga tengligi aytilyapti. U holda BAC burchakni topish so'ralmoqda. Bisektrisa bo'lganligi uchun bu alfa bo'ladigan bo'lsa, bu ham alfaga teng. Bu beta bo'ladigan bo'lsa, bu ham betaga teng. Bu joydagi burchak 44 gradus, ya'ni alfa plus beta 44 gradusga teng. U holda burchak BAC ikkita alfa va ikkita betadan iborat bo'lyapti. Ikkini qavs tashqarisiga chiqaradigan bo'lsak, alfa plus beta 2 ko'paytirilgan 44 gradus, bu 88 gradusga teng bo'lyapti. Javob to'g'ri.
Keyingi 4-misol. ABC uchburchakning AD va BY bisektrisalari o'tkazilgan. AD va BY bisektrisalari o'tkazilgan. BY'si burchak 104 gradus. AD'si burchak 100 gradus. Burchak ASB'ni topishimiz kerak. Mana burchak X bilan belgilab olamiz. X ni topishimiz kerak. Demak, bisektrisa bo'lganligi uchun burchakni teng 2 ga bo'ladi. Alfa alfa va beta beta. ABY uchburchakka e'tibor qilamiz. ABY uchburchakda ikkita ichki burchakning yig'indisi uchinchi burchakning tashqisiga teng deyilgan qoida yordamida nimani yozishimiz mumkin? 2 alfa plus beta 104 gradusga teng. Mana endi ABD uchburchakka e'tibor qilamiz. Ikkita ichki burchagining yig'indisi uchinchi burchakning tashqisiga teng. Alfa plus 2 beta barobar 100 gradusga teng bo'lyapti. Bu ikkita tenglikni bir-biriga qo'shib yuboradigan bo'lsak, 3 alfa plus 3 beta barobar 204 gradus. Alfa plus beta barobar 68 gradus bo'lyapti. Mana endi ABC uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusligidan foydalanamiz. 2 alfa plus 2 beta plus x barobar 180 gradus. Alfa plus beta 68 bo'ladigan bo'lsa, 2 alfa plus beta nimaga teng bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 68 gradus. Bundan x ni hisoblab olamiz. 180 gradusdan 136 gradusni ayirib qo'yamiz. X barobar 44 gradus ekan. Bu javob. Keyingi misol. 5-si. ABC uchburchakning BD bisektrisasi o'tkazildi. ABC uchburchakning BD bisektrisasi o'tkazildi. AB bilan BD teng. AB BDga teng va DC ham bularga teng ekan. Burchak ABDni toping. Demak, mana bu burchakni hisoblashimiz kerak. Bu yerda bir nechta teng yonli uchburchaklar bor. Mana shulardan foydalanamiz. Teng tomonlar qarshisida teng burchaklar yotadi. Mana shu qoidaga ko'ra bu alfa bo'ladigan bo'lsa, bu ham alfaga teng. Endi BDning bisektrisa ekanligidan foydalanadigan bo'lsak, bu yer ham x ga teng bo'ladi. BD bilan DC teng bo'lganligi uchun ular qarshisida yotgan burchaklar ham teng bo'ladi. Bu yerga ham x ni belgilab olamiz. Ana endi BDC uchburchakda ikkita ichki burchagining yig'indisi uchinchi burchakning tashqisiga teng ekanligidan foydalanamiz. X plus x barobar alfaga teng. Bundan alfa barobar 2x ga teng bo'lyapti. ABD uchburchakning ichki burchaklari yig'indisini 180 gradusga tengligini yozadigan bo'lsak, alfa plus x barobar 180 gradus. Alfani o'rniga 2x ni qo'yamiz. Jami 5 ta x ga teng bo'lyapti. Bundan x topib oladigan bo'lsak, 36 gradusga teng. Bo'lsa javob to'g'ri ekan. 6-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning AB gipotenuzasiga SD balandlik tushirildi. D nuqtadan uchburchakning BC va AC katetlariga D nuqtadan uchburchakning BC va AC katetlariga katetlarigacha bo'lgan masofalar 4 va 2 ga teng. AB gipotenuza uzunligini toping. Demak, bu yerda SD balandlikni tushirish yordamida ABC to'g'ri burchakli uchburchak ikkita to'g'ri burchakli uchburchakka ajraldi. ADC va
BD'si to'g'ri burchakli uchburchaklarga ajratildi. A'si ABC uchburchak uchun katet, AD'si uchburchak uchun esa gipotenuza vazifasini bajarmoqda. Demak, bu SB esa SDB uchburchak uchun gipotenuza vazifasini bajarmoqda. Tushirilgan 2 va to'rtlar esa gipotenuzaga tushirilgan balandliklar bo'lyapti. Ana endi bu kesmaning uzunligi ham 2 ga teng. Bu kesmaning uzunligi esa 4 ga teng. Buni x bilan, bu yog'ini esa y bilan belgilab olamiz. Balandlikning kvadrati proyeksiyalar ko'paytmasiga tengligidan foydalanamiz. Demak, SDB uchburchakka e'tibor qilamiz. Bu yerda balandlik 4 ga teng bo'lyapti. 4 ning kvadrati barobar 2 ko'paytirilgan x va ACD uchburchakka e'tibor qilamiz. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik 2 ga teng. 2 ning kvadrati bu proyeksiyalar ko'paytmasiga teng. 4 ko'paytirilgan y. Birinchi tenglikdan x barobar 8, ikkinchi tenglikdan y barobar 1 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Demak, x 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, BC katetning uzunligi 8 qo'shuv 2, ya'ni 10 dan iborat bo'lyapti. AC katetning uzunligi y plus 4, ya'ni 5 dan iborat bo'lyapti. Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Demak, S barobar ilzosida 100 plus 25 barobar ilzosida 125, bu 5 ilzosida 5 ga teng. To'g'ri javob B javob. Keyingi 7-misol. ABC uchburchakning AD va BE balandliklari H nuqtada kesishadi. Agar BAC burchak 40 gradus va ABC burchak 60 gradus bo'lsa, AHB ni toping. AHB burchakni toping. ABC uchburchak chizib oldik. AD balandlik va BE balandliklar H nuqtada kesishadi. Agar BAC burchak 40 gradus, BAC burchak 40 gradus, ABC burchak 60 gradus bo'lsa, AHB burchakni topishimiz kerak ekan. ABC uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga tengligidan foydalanamiz. Burchak sini alfa bilan belgilab turadigan bo'lsak, 40 gradus plus B burchakdagi 60 gradus plus va alfa barobar 180 gradusga teng. Bundan alfaning 80 gradusga tengligini topishimiz mumkin. Ana endi balandliklar yordamida hosil qilingan 4 burchakka e'tibor qilamiz. Mana shu 4 burchakning ichki burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng. Bu 4 burchakning burchaklari nimalardan iborat bo'lyapti? Demak, so'ralgan x burchakka vertikal burchak bo'lganligi uchun mana burchagimiz x ga teng. Ikkita burchak esa 90 gradusdan iborat bo'lyapti. Shularni qo'shib chiqamiz. Demak, alfa plus 90 gradus plus 90 gradus plus x barobar 360 gradus. Bundan alfa plus x barobar 180, alfani o'rniga 80 ni qo'yadigan bo'lsak, x barobar 100 gradusga teng bo'lyapti. To'g'ri javob B javob. Keyingi 8-misol. AC asosli teng yonli ABC uchburchakning AD bisektrissasi o'tkazildi. Teng yonli uchburchak chizib olamiz. AC asosli AD bisektrissasi o'tkazamiz. Agar AD bu burchak 84 gradus 84 gradus va ABC burchakni toping. Alfani topishimiz kerak. Bisektrisaligidan foydalanamiz. Demak, beta deb olamiz. Teng yonli uchburchak bo'lganligi uchun C burchak ham 2 betaga teng bo'ladi. ACD uchburchakka e'tibor qilamiz. Ikkita ichki burchagining yig'indisi 3-burchakning tashqarisiga teng, ya'ni beta 2 beta yig'indisi 3-burchakning tashqisiga teng bo'lyapti. Va 3 burchak ichki burchaklari yig'indisi
2 beta plus 2 beta plus alfa bu 180 gradusdan iborat bo'lyapti. 3 beta barobar 84ligidan betaning 28 ga tengligini topib olamiz. 4 beta plus alfa barobar 180 gradus. Alfa barobar 180 minus 112 gradus. Alfa barobar 68 gradus. To'g'ri javob C javob. Keyingi 9-misol. ABC teng oluvchi burchakning AB va BC yon tomonlarida D va E nuqtalar shunday belgilanganki, AD barobar AE barobar AC. Agar ABC burchak 40 gradus bo'lsa, AE'da burchakni toping. Chizma chizib olamiz. Shu burchakning uchlari AB va BC. AB tomonidan D nuqta va BC tomonidan E nuqta tanlab olamiz. Demak, AD'ning, AE'ning va AC'ning uzunliklari teng bo'lyapti. ABC burchak 40 gradusga teng bo'lsa, AE'da burchak kattaligini topishimiz kerak. X burchakni. Ana endi AD va AE'ning tengligidan ADE burchakning ham X ga tengligini aniqlashimiz mumkin. AEC 3 burchak ham teng bo'lib qolyapti. Bu yerda C burchakni alfa bilan belgilaydigan bo'lsak, AEC burchak ham alfadan iborat bo'ladi. Tengligi uchun A burchak ham alfaga teng. Bu yerda asosdagi ikkita burchakning va 3 burchak uchidagi 40 gradusning yig'indisi 180 gradusdan iborat. Demak, alfani topish uchun 180 dan 40 ni ayirib 2 ga bo'lishimiz kerak. Bu 70 gradusni tashkil qilyapti. Mana endi alfa 70 bo'ladigan bo'lsa, bu 70 bu burchak 40 gradusga teng bo'lyapti. Alfa burchak 70 gradusligi uchun bu burchak 30 gradus bo'lyapti. Ana endi ikkita x ning va 30 gradusning yig'indisi 180 gradusga teng. 2x barobar 150 gradus, x barobar 75 gradus. To'g'ri javob B javob. Keyingi savol. To'g'ri burchakli uch burchakning bir kateti 5 ga teng, perimetri 30 ga teng. Bir kateti 5 ga teng, perimetri 30 ga teng. Gipotenuzasiga tushirilgan mediana uzunligini toping. Gipotenuzasiga mediana tushirib oldik. Bu gipotenuzaga tushirilgan mediana gipotenuzaning yarmiga teng. Medianani M harfi bilan belgilab oladigan bo'lsak, demak, bunda gipotenuza 2m ga teng bo'ladi. Ikkinchi katetini A bilan belgilab olamiz. Perimetri 30 ga tengligidan foydalanamiz. A plus 5 plus 2m barobar 30 va Pifagor teoremasini yozadigan bo'lsak, 5 ning kvadratiga A ning kvadratini qo'shamiz. Bu 2m ning kvadratiga teng bo'lishi kerak. Mediana so'ralganligi uchun bu yerda tenglamalar sistemasini a'ni yo'q qilib olamiz. O'rniga qo'sh usul yordamida a'ni aniqlab olamiz. 25 minus 2m. Bu tenglikni ikkinchi tenglikka olib qo'yamiz. 25 plus 25 minus 2m ning kvadrati barobar 4m kvadrat. 25 plus 625 minus 100m plus 4m kvadrat barobar 4m kvadrat. 4m kvadratdan 0 bo'lib ketadi. Tenglikning o'ng tomoniga 100m ni o'tkazib olamiz. Tenglikning chap tomonida 650 qolyapti. Bu yerdan m ni topadigan bo'lsak, 650 ni 100 ga bo'lamiz. Natija 6,5 ga teng bo'lyapti. To'g'ri javob A javob. Demak, to'g'ri burchakli uch burchagimizning katetlari 5 va 12, gipotenuzasi esa 13 bo'lyapti. 5, 12, 13 bu Pifagor sonlari. Keyingi 11-misol. Hozir soat 2:00 bo'lsin. Qancha vaqtdan keyin soatning minut va soat millari orasidagi burchak 44 gradusga kamayadi? Aylana shaklda soat chizib olamiz. Mana endi soat 2:00 ni belgilab oladigan bo'lsak, bu yer 12, bu 3,
1 va 2 soat mili sal kattaroq qilamiz 2 ga qaragan, minut mili 12 ga qaragan soat 2:00 bo'lyapti. Bu holatda soat va minut strelkalari orasidagi burchak 60 gradusni hosil qiladi. Chunki 360 gradus bu 12 ta soatga bo'linadi, ya'ni har bitta soat orasi 30 gradusni hosil qiladi. 12 va 2 ning orasi esa 60 gradusni hosil qiladi. Qancha vaqtdan keyin soat va minut millari orasidagi burchak 44 gradusga kamayadi? Hozirning o'zida 60 gradus 44 gradusga kamayadigan bo'lsa, demak orasidagi burchak 16 gradusni hosil qilishi kerak. Ya'ni necha minutdan keyin soat va minut millari orasidagi burchak 16 gradusni hosil qiladi deyilgan savolga javob berishimiz kerak. Demak, 1 soatda 60 minut bor. 360 gradusni 60 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 gradus chiqadi. Bu hozir minut mili 1 minutda necha gradusga burilishini topib olamiz. Ya'ni topdik. Minut mili 1 minutda 6 gradusga buriladi. Ana endi x minutdan keyin orasidagi burchak 16 gradus bo'ladi deyilsa. X minutdan keyin demak keyingi holat qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Minut mili sal oldinga siljigan bo'ladi. Soat mili ham 2 dan salgina yurgan bo'ladi. Demak 12. Mana bu orasidagi burchak 16 gradusni hosil qilish kerak. 1 minutda 6 gradusga buriladigan bo'lsa, x minutda 6x gradusga buriladi. Soat milining tezligi minut milining tezligidan 12 marta kamligini hisobga oladigan bo'lsak, 6x ni 12 ga bo'lib o'ramiz, x taqsim 2 gradusga buriladi. Ya'ni soat mili x taqsim 2 gradusga buriladi, minut mili esa 6x gradusga buriladi. Ularning farqi 16 gradusni hosil qilish kerak. Ana endi bu soat mili bilan 12 orasidagi mana bu chiziqni burchagini topib oladigan bo'lsak, bu nimaga teng bo'ladi? Dastlab soat mili va 12 orasidagi burchak 60 gradus edi. X taqsim 2 ga burildi. Bundan minutni burilgan burchagini ayirib tashlaymiz, ya'ni 6x ni ayirib tashlaymiz. Mana shu 16 gradusni hosil qilish kerak. 60 minus 5,5 x barobar 16 gradus. Bundan 5,5 x ni topib oladigan bo'lsak 44 gradus. X topamiz, bu yerdan demak 8 chiqyapti. Demak 8 minutdan keyin soat va minut millari orasidagi burchak 44 gradusga kamayib 16 gradusni hosil qiladi. To'g'ri javob C javob. 12-savol. To'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti ilzosida 3 ga teng, gipotenuzaga tushirilgan balandligi 2 ilzos 15 taqsim 5 ga teng. Uchburchakning yuzini toping. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak chizib olamiz. Katetlardan birini ilzosida 3 bilan belgilab olamiz. Va gipotenuzaga tushirilgan balandligi 2 ilzosida 15 taqsim 5 bo'lyapti. Bu to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasini topishimiz uchun katetlardan ikkinchisini topib olishimiz kerak yoki gipotenuza uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Pifagor teoremasi yordamida ilzosi dushning gipotenuzadagi proyeksiyasini topib olamiz. X barobar ilzosi dushning kvadrati 3 ga teng. 2 ilzos 15 taqsim 5 ning kvadrati esa 4 ko'paytirilgan 15 taqsim 25 ga teng barobar 15 bilan 25 ni 5 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak 12 taqsim 5 bo'ladi. 3 taqsim 5 bo'lyapti. Demak, birinchi proyeksiyani aniqlab oldik. Ana endi gipotenuza uzunligini aniqlashimiz uchun a kvadrat barobar x ko'paytirilgan s formaga ko'ra, ya'ni proyeksiya formasiga ko'ra gipotenuzani topib olamiz. S barobar ilzos 3 ning kvadrati taqsim x, ya'ni 3 taqsim 5 barobar 3 ko'paytirilgan ilzosida 5 taqsim 3. Uchburchak yuzasini topish uchun
Gipotenuzani mana shu gipotenuzaga tushilgan balandlikka ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan gipotenuza 3 ko'paytirilgan 5 taqsim 3 ko'paytirilgan balandlik, ya'ni 2 ilzosida 15 taqsim 5 barobar. Ikkilarni qisqartirishimiz mumkin. 3 taqsim 5 ko'paytirilgan ilzosida 75 taqsim 3, ya'ni 25 bo'ladi. 25 dan 5 chiqib 5 bilan qisqarib faqat 3 qoladi. To'g'ri javob B. Keyingi 13-savol. ABC uchburchakning AB va BC tomonlarida AD barobar DY va CY shartini qanoatlantiruvchi D va Y nuqtalar olingan. AY va CD kesmalar O nuqtada kesishadi. Uchburchakni chizib oldik. Uchlari A, B, C nuqtalarida. Bu burchakning kattaligi 36 ekanligi aytilgan. AB tomonidan D nuqta va BC tomonidan Y nuqta olingan. AD, DY va CY uzunliklari teng. AD, DY va CY'lar uzunliklari teng. AY va CD kesmalar O nuqtada kesishadi. U holda AO'si burchak kattaligini topishimiz kerak. X. Bu yerda demak teng yonli uchburchaklardan foydalanamiz. ADY teng yonli uchburchak bo'lyapti. Mana shuning uchun teng tomonlar qarisidagi burchaklarni ikkalasini alfa bilan belgilab olamiz. Va CY'da uchburchak ham teng yonli bo'lyapti. Bu yerda teng tomonlar qarisidagi burchakni beta bilan belgilab olamiz. Burchak C bilan burchak D bu yerda ikkalasi teng. Mana endi AO'si burchak bilan YO'da burchaklar vertikal burchak bo'lganligi uchun bu tomon ham X ga teng bo'lyapti. Ikkita ichki burchagining yig'indisi uchinchi burchagining tashqisiga tengligidan foydalanamiz. A, Y'da 3 burchakka e'tibor qilamiz. Ikkita burchagi alfa alfa. Bu ikkita burchagining yig'indisi uchinchi burchakning tashqisiga teng bo'ladi. Ya'ni bu 2 betaga teng. Endi DY, C 3 burchakka e'tibor qilamiz. Ikkita burchagi betadan iborat. Uchinchi burchagining tashqisi 2 betadan iborat bo'ladi. Mana endi uchburchak ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusligidan foydalanamiz. DYO uchburchakka e'tibor qilamiz. Uning ichki burchaklari alfa, beta va X bo'lyapti. Bularning yig'indisi 180 gradusga teng. YB'da uchburchakka e'tibor qilamiz. Ichki burchaklari ikkita alfa. Bizda xatolik ketibdi. Bu yer alfa bo'lar ekan, ikkita alfa plus ikkita beta va 36 gradus, bu ham 180 gradusga teng. Ikkinchi tenglikdan alfa plus betani topadigan bo'lsak, 180 dan 36 ni ayirib 2 ga bo'lamiz. Natijada 72 gradus hosil bo'ladi. Birinchi tenglikka olib borib qo'yamiz. Alfa plus betaga 72 ni qo'yamiz. Plus x barobar 180. X barobar 108 gradus. Bu javob to'g'ri ekan. Keyingi 14-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning bitta kateti 11 ga teng bo'lib, qolgan tomonlari ham natural sonlardan iborat. Uchburchakning perimetrini toping. To'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozib olamiz. Katetlardan bittasi 11 ga teng deyapti. B ning kvadratini tenglikning ikkinchi tomoniga o'tkazib olamiz. U holda c kvadrat minus b kvadrat barobar 11 ning kvadratiga teng. Kvadratlar ayirmasi formulasiga ko'ra ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. C minus b ko'paytirilgan c plus b barobar 121 bo'lyapti. Buni natural sonlarda yechadigan bo'lsak, c minus b 1 ga va c plus b 121 ga teng bo'ladi. Boshqa variantlari to'g'ri kelmaydi. Masalan, yana bitta varianti bor. C minus b ham 11, c plus b ham 11 bo'lishi mumkin. Bu holatda
ikkinchi katet uzunligi 0 ga teng bo'lib qoladi. Bunaqa bo'lishi esa mumkin emas. Qo'shib yuboramiz. Ikkitasi barobar 122. Gipotenuza 61 ga teng ekan. Buni topamiz. Ikkinchi katet esa 60 ga teng ekan. Uchburchak perimetrini topib olamiz. Birinchi katet 11 ga teng, ikkinchi katet 60 ga teng va uchinchi katet 60 gipotenuza 61 ga teng. Perimetr 132 ga teng bo'lyapti. To'g'ri javob C javob. 15-savol. ABC muntazam uchburchakning AB va AC tomonlaridan mos ravishda D va E nuqtalar shunday olinganki, AD barobar 2 BD. Muntazam uchburchakni chizib olamiz. AB tomonidan D nuqta tanlaymiz. AD BDdan 2 marta uzun bo'lishi kerak. Bu tomonni x bilan belgilaydigan bo'lsak, AD 2x ga teng. AC tomonidan Y nuqta tanlab olamiz. Y'sini Y bilan belgilaydigan bo'lsak, AY 3Y. Munosabat o'rinli. Agar BC barobar 12, ya'ni uchburchakning tomoni 12 ekan, bu holda DY'ning uzunligini topish so'ralgan. AB tomon uzunligi 3x ga teng, buni 12 ga tenglaydigan bo'lsak, x bundan 4 ga tengligi va AC tomon uzunligi 4y ga teng, buni 12 ga tenglashtirib olamiz. Y bundan 3 ga tengligi kelib chiqadi. Ana endi A, D, Y uchburchakning tomonlarini yozib oladigan bo'lsak, AD tomon 2x ga teng, ya'ni 8 ga teng. AY tomon 3y ya'ni 9 ga teng. Bu burchak 60 gradusga teng. Demak, kosinuslar teoremasiga ko'ra DY tomon uzunligini topishimiz mumkin. Demak, DY barobar ildiz 64 plus 81 minus 2 ko'paygan 8 ko'paygan 9 kosinus 60 gradus. 145 minus 72 barobar ildiz 73. C javob. Keyingi 16-savol. Uchburchakning eng kichik tomoni 12 ga teng. Agar uchburchakning yuzi 150 ga teng bo'lsa, uchburchakning eng katta balandligi uzunligini toping. Uchburchakning eng kichik tomoni uzunligi 12 ga teng. Yuzi esa 150 ga teng. Eng katta balandlikni topishimiz kerak. Uchburchak yuzasining formulasi AH taqsim 2. H bu A tomonga tushirilgan balandlik. Eng katta balandlik so'ralyapti. Eng katta balandlik bu eng kichik tomonga tushadi. Ya'ni 12 ga tushadi. H ni topadigan bo'lsak bu yerdan H barobar 2S taqsim A. 2 ko'paytirilgan 150 taqsim 12. 150 taqsim 6. Javobi 25. Da javob. Keyingi 17-savol. ABC uchburchakda AB tomon 6 ga, BC tomon 8 ga va AC tomon 12 ga teng bo'lsin. Uchburchakning BD balandligi va BM medianasi o'tkazildi. DM kesma uzunligini toping. AB tomon uzunligi 6, BC 8 va AC 12 ga teng. BD balandligi o'tkazamiz. Va BM mediani o'tkazib olamiz. DM kesma uzunligini topish so'ralgan. Mana shu kesma uzunligini topishimiz kerak. X bilan belgilab olamiz. Buning uchun bizga X topishimiz uchun balandlik va mediana topilishi kerak. Balandlikni Geron formulasi orqali topib olamiz. Oldiniga uchburchakning yuzasini topamiz. Uning yarim perimetri 6 plus 8 plus 12 26 ga teng
va perimetri 26 ga teng, yarim perimetri 13 bo'lyapti. 13 dan 6 ni ayiramiz 7, 13 dan 8 ni ayiramiz 5, 13 dan 12 ni ayiramiz 1. 13 ko'paytirilgan 35 mana shu holatda turib tursin. Ana endi S barobar AH taqsim 2 formulaga ko'ra 12 ko'paytirilgan H taqsim 2. H topadigan bo'lsak, bu yerda S taqsim 6 bo'lyapti. Ya'ni ilzosida 13 ko'paygan 35 taqsim 6. Balandlik uzunligini topib oldik. Ana endi BM mediana uzunligini topib olamiz. 1 taqsim 2 ilzosida 2 ko'paytirilgan 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati minus 12 ning kvadrati barobar 2 ko'paytirilgan 100 minus 144. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 200 dan 144 ni ayiramiz 56 qoladi. 56 ni 4 ko'paytirilgan 14 qilib yozib olamiz. Ildizdan 2 chiqadi va qisqaradi. Natija ilzosida 14. Ana endi BDM to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozamiz. X topishimiz uchun BM ning kvadratidan H ning kvadratini ayirishimiz kerak. BM ning kvadrati 14, H ning kvadrati esa 13 ko'paytirilgan 35 taqsim 36 ga teng. 7 ni qavs tashqarisiga chiqarib oladigan bo'lsak, 2 minus 13 ko'paytirilgan 5 taqsim 36 bo'lyapti. Maxraj tanlab olamiz. Ilzosida 7 ko'paytirilgan 72 dan 65 ayiramiz. 7 taqsim 36 natija 7 taqsim 6 ga teng bo'lyapti. To'g'ri javob C javob. Keyingi 18-misol. Asosi 12 ga, yon tomoni 10 ga teng bo'lgan tengyonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi uzunligini toping. Yon tomoniga balandlik o'tkazib oldik. Asosi 12 ga, yon tomonlari esa 10 ga teng deyilgan. Ikkita usul bilan ishlashimiz mumkin. Birinchisi Geron formulasi yordamida. Yarim perimetr 10 plus 10 plus 12 taqsim 2. 16 ga teng. 100 S barobar yarim perimetr 16 minus 10 6, 16 minus 10 yana 6, 16 minus 12 esa 4 ga teng. Barobar 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 2 barobar 48. S barobar AH taqsim 2 formulaga ko'ra H ni topadigan bo'lsak 2S taqsim A ga teng. 2 ko'paytirilgan 48 taqsim A bu yerda balandlik tushgan tomoni ya'ni 10 bo'lyapti. Javob 9,6. Yana bitta usulda ishlashimiz mumkin. 10 ning keyingi yon tomondagi proyeksiyasi x bo'lsin, 12 ning yon tomondagi proyeksiyasi shunda 10 minus x bo'ladi. 10 ning kvadratidan x ning kvadratini ayiradigan bo'lsak ham balandlikning kvadrati. Bu uchburchak uchun Pifagorni qo'llaydigan bo'lsak, 12 ning kvadratidan 10 minus x ning kvadratini ayiradigan bo'lsak ham balandlikning kvadratini beradi. Bir-biriga tenglashtirib 100 minus x kvadrat barobar 144 minus 100 plus 20x minus x kvadrat. 20x barobar 56. X barobar 2,8. Ana endi balandlik topib olamiz. H barobar ilzosida 100 minus 2,8 ning kvadrati. Barobar 100 minus 7,84 barobar ilzosida 92,16. Bu 9,6 ning kvadratiga teng. Keyingi misolga o'tamiz. 19-misol. ABC uchburchakning AB tomoniga S'da balandlik tushirilgan. AB tomon 18, AD va BC 8 bo'lsa, uchburchakning CM medianasi uzunligini toping. Chizma chizib olamiz.
ABC S'da balandlik tushirilgan. AB tomon uzunligi 12 ga teng. AD bilan BC teng. Ular 8 dan. AB tomon uzunligi 12 ga teng deyilganligi uchun A'dan D'gacha bo'lgan masofa 8 bo'lsa, D'dan B'gacha bo'lgan masofa 4 ni tashkil qiladi. Bu yerda S'da balandlikni ham topib olishimiz mumkin. 64 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak 48. Bu demak 4 ildiz 3 ga teng. SM medianini uzunligini topishimiz so'ralmoqda. AB tomonning o'rtasi bilan S nuqtani tutashtirib olamiz. Demak, SM mediana hosil bo'lyapti. To'g'ri burchakli uchburchak yordamida SMning uzunligini topishimiz mumkin. Bizlarga demak buning uchun MDning uzunligi kerak bo'lyapti. A'dan D'gacha bo'lgan masofa 8 ga teng. M nuqta AB tomonining o'rtasi bo'lganligi uchun A'dan M'gacha bo'lgan masofa 6 ga teng. U holda MDning uzunligi 2 ga teng bo'ladi. Pifagor teoremasiga ko'ra 2 ning kvadratiga 4 ildiz 3 ning kvadratini qo'shamiz. 4 plus 48 ildiz 52 ga teng. Bu esa 2 ildiz 13 ga teng. Bajavob. Keyingi 20-savol. ABC muntazam uchburchak ichida M nuqta olingan bo'lib, uchburchakning tomonlariga parallel. MA1 4 ga teng, MB1 5 ga teng va MC1 3 ga teng. Kesmalar o'tkazilgan uchburchakning yuzini toping. Muntazam uchburchakning yuzasini topishimiz uchun bizga muntazam uchburchakning tomoni kerak. A1M chiziqni davom qildirib olamiz. B1M ni ham davom qildiramiz. Va C1M ni ham davom qildiramiz. Demak, bizda katta uchburchak ichida 3 ta muntazam uchburchak va 3 ta parallelogram hosil bo'lyapti. Xo'p, bu nuqtani B2 deb oladigan bo'lsak, M B1 B2 ham muntazam uchburchak bo'lyapti. Uning tomonlari 5 ga teng. AM bilan A1M bilan B2 teng bo'lyapti. Ya'ni bu 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu parallelogramligidan bu yer ham 4 ga tenglik kelib chiqadi. MB1 bilan S2 ham teng, bu 5 ga teng. MC2 3 ga teng, chunki muntazam uchburchak. S1 S2 ham 3 ga teng bo'lyapti. Bu nuqtani A2 deydigan bo'lsak, bu joyda tomoni 4 ga teng muntazam uchburchak bor. A1 ham shunda 4 ga teng bo'lyapti. Bizda demak A'sining uzunligini topish imkoniyati bor ekan. Tomon 4 plus 3 plus 5 ga, ya'ni A'dan S1 gacha bo'lgan masofa 4, S1 S2 3 va S2 S5 ga teng. Demak, muntazam uchburchakning tomoni 12 bo'lyapti. Ana endi muntazam uchburchak yuzasi uchun ildiz 3a kvadrat taqsim 4 formula bor. Ildiz 3 ko'paytirilgan 12 ning kvadrati taqsim 4. 144 ning 4 ga nisbati 36 ga teng. Demak, yuza 36 ildiz 3. Bu javob to'g'ri. Keyingi 21-misol. ABC uchburchakda DEF nuqtalar mos ravishda AB, BC va AC tomonlarining o'rtalari. ABC. ABning tomoni o'rtasi. AB tomonining o'rtasi D nuqta. BC tomonining o'rtasi E nuqta va AC tomonining o'rtasi F nuqta. ABC uchburchakning yuzasi 36 ga teng. U holda ADEF parallelogram yuzasini hisoblashimiz kerak. Mana bu parallelogram bo'ladi. D va F nuqtalarini ham tutashtirib olamiz. Tomonlarning o'rtalari bo'lganligi uchun bizda nimalar bor?
Bu x bo'ladigan bo'lsa, bu ham x ga teng, bu ham x ga teng. Y. Mana bu f y ham y. Z. Y esa z bo'ladigan bo'lsa, d f ham z ga teng bo'lyapti. Ko'rishimiz mumkin. ABC uchburchak 4 uchburchakka bo'lindi. Barcha uchburchaklarning tomonlari x, y, z dan iborat bo'lyapti. 3 ta tomoni ham teng bo'lgan uchburchaklar teng uchburchaklardir. Demak, ABC uchburchakning yuzasi teng 4 ta bo'lakka bo'linib qoldi. Har bittasining yuzasi 9 ga teng bo'lyapti. Demak, bizdan so'ralgan ADEF parallelogramning yuzasi 2 ta 9 ning yig'indisidan iborat, ya'ni 18 ga teng bo'lyapti. To'g'ri javob C javob. Keyingi 22-savol. ABC uchburchakda AB plus BC AC tomondan 3 marta katta. Demak, bu yerda eng kichik tomon AC bo'lyapti. AB plus BC ACdan 3 marta katta. B uchidan tushirilgan bisektrisa uzunligi 12 ga teng. B'da bisektrisa tushirilgan, uzunligi 12 ga teng. Uchburchakning bu uchidan bisektrisalar kesish nuqtasigacha bo'lgan masofani toping. Demak, bisektrisalar kesish nuqtasi mana bu I nuqtada bo'lsin. BI masofa so'ralmoqda. BI ning I degan nisbati AC plus AC emas. BC plus AB taqsim AC ga teng. Demak, bu 3 ga teng ekan. BI ning I degan nisbati 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, buni x deb oladigan bo'lsak, bu yer 3x ga teng, jami yig'indi 4x ga teng. 4x 12 dan iborat, x shunda 3 dan iborat bo'lyapti. Bizdan so'ralgan BI 3x, ya'ni 9 ga teng. To'g'ri javob B javob. Keyingi savolga o'tamiz. 23-savol. Uchburchakning bir uchidan chiqqan bisektrisa va shu burchak qarshisidagi tomonini 4 va 5 ga teng kesmalarga ajratadi. Uchburchakning perimetri qanday oralıqda o'zgaradi? Uchburchakning bir uchidan, mana tepadagi uchidan bisektrisa chiqarib oldik. Tushgan tomonini uzunliklari 4 va 5 ga teng bo'lgan ikkita kesmaga ajratdi. Uchburchakning perimetri qaysi oralıqda bo'lishini topishimiz kerak. Bizda bisektrisaning xossasi bor. Bu bisektrisa bo'ladigan bo'lsa, tomonlar AB bo'lsa, bu tomon x va y bo'ladigan bo'lsa, A ning x ga nisbati bilan B ning y ga nisbatlari teng. Bu tomonni 4x bilan, bu tomonni esa 5x bilan belgilab oladigan bo'lsak, bu xossa demak o'rinli bo'ladi. Ikkita nisbat ham x ga teng bo'ladi. Ana endi uchburchak tengsizligidan foydalanadigan bo'lsak, ixtiyoriy ikkita tomonning yig'indisi 3-tomon uzunligidan katta. 4x ga 5x qo'shsak 9 dan katta. 4x ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 5x dan katta bo'lyapti. X katta 1 dan va x kichik 9 dan. Ana endi perimetr 3 ta tomoni yig'indisiga teng, ya'ni 9x plus 9 ga teng. Agar x bu 1 va 9 orasida o'zgaradigan bo'lsa, perimetr qaysi oralıqda o'zgaradi? 9 va 81 ni har biriga 9 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, 18 va 90 orasida o'zgarar ekan. To'g'ri javob B javob. Keyingi 24-savol. Asosi 12 ga yon tomoniga o'tkazilgan medianalar uzunliklari 9 va 15 ga teng bo'lgan uchburchakning yuzini toping. Asos 12. Yon tomoniga o'tkazilgan ikkita mediana uzunliklari 9 va 15 ga teng ekan.
Uchburchak yuzasini topish so'ralmoqda. Medianalar kesish nuqtasida 2 bu nisbatda bo'linadi. 9 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 3. Bu joyi 3 ga teng. Bu qismi esa 6 ga teng bo'lyapti. 15 ni 3 ga bo'lamiz 5. Bu qismi esa 10 ga teng bo'lyapti. Bu yuza uchburchak yuzasining 3 dan 1 qismiga teng. Mana shu uchburchak yuzasini Geron formulasi orqali topib olamiz. Yarim perimetr 6 plus 10 plus 12 taqsim 2 barobar 15. 15 emas, 14 bo'ladi. Demak, yuza. Bu uchburchak yuzasining 3 dan 1 qismiga teng. Geron formulasiga ko'ra 14. 14 dan 6 ni ayiramiz 8, 10 ni ayiramiz 4 va 14 dan 12 ni ayiramiz 2. Barobar 14 ni 7 ko'paytirilgan 2 qilamiz. 2 kara 8 16 bundan 4 chiqadi. 4 dan 2 chiqadi. Ilzosida 14 qolib ketadi. S barobar 24 ilzosida 14 bo'lyapti. A javob. Keyingi 25-savol. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 4 va 6 ga teng. Bu uchburchak bilan umumiy burchakka ega bo'lgan bir uchi gipotenuzada yotuvchi kvadrat chizilgan. Berilgan uchburchakning kvadrat bilan umumiy bo'lmagan qism yuzini toping. Uchburchak ichiga kvadrat chizib oldik. Bitta uch umumiy. Kvadratning tomonini x bilan belgilab olamiz. Bitta kateti 4 edi, demak tepa qismi 4 minus x ga teng. Pastgisi esa 6 minus x ga teng. O'xshashlikdan foydalanib x ni topib olamiz. Demak, uchburchak ichidagi ikkita to'g'ri burchakli uchburchak o'xshash hisoblanadi. 4 minus x ning x ga nisbati x ning 6 minus x ga nisbatiga teng. 4 minus x taqsim x barobar x taqsim 6 minus x. Proporsiya qilamiz. 24 minus 6x minus 4x plus x kvadrat barobar x kvadrat. 10x barobar 24, x barobar 2,4. Ana endi bundan kvadratning yuzini topib oladigan bo'lsak 5,76. Savol nimadan iborat bo'lyapti? To'g'ri burchakli uchburchakning kvadrat bilan umumiy bo'lmagan yuzalarini hisoblashimiz kerak. Buning uchun to'g'ri burchakli uchburchak yuzasidan kvadrat yuzasini chiqarib tashlaymiz. Demak, soha yuzini topish uchun to'g'ri burchakli uchburchak yuzasini topib olamiz. 4 ni 6 ga ko'paytirib 2 ga bo'ldik. Kvadrat yuzasi, ya'ni 5,76 ni chiqarib tashlaymiz. 12 minus 5,76 barobar 6,24 ga teng. To'g'ri javob B javob. Keyingi 26-misol. ABC uchburchakning BY va AD medianalari o'zaro perpendikulyar. ABC uchburchakning BY va AD medianalari o'zaro perpendikulyar. BC'ning uzunligi 7 ga teng, AC'ning uzunligi esa 9 ga teng. AB'ning uzunligi so'ralmoqda. Medianalar o'tkazish natijasida 3 ta to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Mana shu 3 ta to'g'ri burchakli uchburchakka Pifagor teoremalarini qo'llab ko'ramiz va medianalar kesish nuqtasida 2 bir nisbatda bo'linishligidan foydalanamiz. X va 2x bu y bo'lsa, tepa qismi 2y dan iborat bo'lyapti. Medianalar kesishgan nuqtasini G harfi bilan belgilab olaylik.
Ana endi BG'da uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozamiz. X kvadrat plus 4y kvadrat barobar BD'ning kvadrati, ya'ni 3,5 ning kvadrati bo'lyapti. Ana endi AGY uchburchak uchun 4x kvadrat plus y kvadrat barobar 9 ning yarmi. 4,5 ning kvadrati bo'lyapti. Bularni bir-biriga qo'shib yuboradigan bo'lsak, 5x kvadrat plus 5y kvadrat barobar 12,25 plus 20,25. 5 ni qavs tashqarisiga chiqarib olamiz. Barobar 32,5. X kvadrat plus y kvadrat bundan 6,5 ga teng bo'lyapti. Ana endi BGA yoki ABG uchburchak uchun yana Pifagor teoremasini yozamiz. 2x ning kvadratiga 2y ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, AB ning kvadrati hosil bo'lyapti. Bu uchburchak uchun qo'llaymiz. 4 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. AB kvadrat barobar 4 ko'paytirilgan x kvadrat plus y kvadrat. AB kvadrat barobar 4 ko'paytirilgan 6,5. 4 ning 6,5 ga ko'paytmasi bu 26 ga teng. Demak, AB tomon uzunligi ilzosida 26 ga teng. Bu javob. Keyingi 27-savol. ABC uchburchakning AD tomoni 9 ga, BY esa 12. Medianalari G nuqtada kesishadi. AD va BY medianalari G nuqtada kesishadi. ABC uchburchak, AD mediana, BY ham mediana. Bular G nuqtada kesishdi. AGY burchak 60 gradus. AB tomon uzunligi so'ralmoqda. AD mediananing uzunligi 9 ga teng. Medianalar kesish nuqtasida 2/1 nisbatda bo'linishligidan GD 3 ga teng. AG esa undan 2 barobar uzun, ya'ni 6 ga teng. BY ham 2/1 nisbatda bo'linadi. Bundan GY 4 ga, BG esa 8 ga tengligi ma'lum bo'ladi. AB tomon uzunligi so'ralmoqda. AGY burchak 60 bo'ladigan bo'lsa, uning qo'shnisi bo'lgan AGB burchak 120 gradus. Ana endi AB tomon x bilan belgilab olamiz va kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8. Kosinus 120 gradusdan minus 1 taqsim 2 ga teng. Barobar 100 plus 48. Ilzosida 148 barobar. Buni 4 ko'paytirilgan 37 qilib yozib oladigan bo'lsak, 2 ilzosida 37 ga teng. Bu javob to'g'ri. Keyingi 28-misol. Katetari 4 va 6 bo'lgan to'g'ri burchakli ABC uchburchakning AB gipotenuzasini tomon qilib uchburchakning tashqi qismiga kvadrat chizilgan. S nuqta va kvadrat markazi orasidagi masofani toping. Oldiniga kvadrat chizib olamiz. Endi uchburchak chizib oladigan bo'lsak, katetlari 4 va 6 ga teng. AB gipotenuzasini tomon qilib uchburchakning tashqi qismiga kvadrat chizilgan. S nuqta va kvadrat markazi orasidagi masofani toping. Kvadratning A uchi va markazini tutashtirib olamiz. Kvadratning tomoni ABC to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasidan iborat bo'lyapti. Gipotenuza uzunligini aniqlab olamiz. S barobar 4 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati ilzosida 52 yoki 2 ilzosida 13 ga teng. Demak, kvadratning tomoni 2 ilzosida 13 ga teng.
Kvadratning diagonali ilzosida 2a formula bo'yicha 2 ilzosida 26 ga teng bo'lyapti. AO masofa esa kvadratni diagonalining yarmiga teng. U ham bo'lsa ilzosida 26 dan iborat. Ilzosida 26. Ana endi kvadratning diagonali bisektrisa vazifasini ham bajaradi. Bu yerdagi burchak 45 gradusga teng. Bu burchakni alfa bilan belgilab olamiz va o'sini topishimiz uchun kosinuslar teoremasini ishlatishimiz kerak. Bizga demak bu yerda hozir kerak bo'ladi kosinus alfa plus 45. Ochib olamiz. Kosinus alfa kosinus 45 minus sinus alfa sinus 45 barobar. Kosinus alfa bu yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati, ya'ni 4 taqsim 2 ilzosida 13. Kosinus 45 minus sinus alfa qarshi katetning gipotenuzaga nisbati. 6 taqsim 2 ilzosida 13. Sinus 45 ham ilzosida 2 taqsim 2 ga teng. Umumiy mahraj 4 ilzosida 13 ga teng. Suratda minus 2 ilzosida 2 bo'lyapti. Minus ilzosida 2 taqsim 2 ilzosida 13. Ana endi kosinuslar teoremasi yordamida o'sini uzunligini aniqlab olamiz. O'si barobar ilzosida a'sining kvadrati plus AO'ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan a'si ko'paytirilgan AO ko'paytirilgan kosinus alfa plus 45, ya'ni minus ilzosida 2 taqsim 2 ilzosida 13 barobar 16 plus 26 52 ga teng minus ilzosida 26 ning ilzosida 13 ga nisbati ilzosida 2. Ilzosida 2 larning ko'paytmasi bitta 2 bo'lyapti. Va bu 2 bilan qisqarib ketadi, faqat 2 bilan 4 qolyapti va o'rtadagi minus ishora plyusga aylanyapti. Ilzosida 60. Demak, ilzosida 52 emas, ilzosida 42 ekan. Bu ilzosida 50 ga teng, bu ham bo'lsa 5 ilzosida 2 ga teng. Da javob to'g'ri. Keyingi 29-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti 12 ga teng. Uchburchakning og'irlik markazidan ikkinchi katetgacha bo'lgan masofani toping. Uchburchakning og'irlik markazidan ikkinchi katetgacha bo'lgan masofani toping. Og'irlik markazi bu medianalar kesish nuqtasi. Mana shu joyda bo'lsin. Mana shu masofani topishimiz kerak. Bu esa gipotenuzaning o'rtasi. Gipotenuzaning o'rtasidan ikkinchi katetgacha bo'lgan masofani aniqlab olamiz. Bu o'rta chiziq bo'lganligi uchun 12 ning yarmiga teng, ya'ni 6 ga teng bo'lyapti. O'xshashlikdan foydalanamiz. Medianalar kesishgan nuqtasida 2 bir nisbatda bo'linadi. Bu kesma x ga, bu esa 2x ga teng. Uchburchakning uchlarini harflar bilan belgilab olamiz. A, B, C, D va Y. Uchburchak A, B, C bilan uchburchak A, D, Y bir-biriga o'xshash. A, B ning A, D ga nisbati B, C ning D, Y ga nisbatiga teng. Bundan kelib chiqadi 3x taqsim 2x barobar 6 taqsim dy. Dy'ni topib olamiz. Demak, 12 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, natija 4 ga teng bo'lyapti. To'g'ri javob B javob. 30-misol. AB uchburchakning BC va AB tomonlarida DY parallel AC shartni qanoatlantiruvchi D va Y nuqtalar olingan. ABC uchburchak
DY chiziq AC tomonga parallel bo'ldi. D nuqta BC tomonidan tanlangan. E nuqta esa AB tomonidan tanlangan. D nuqtadan o'tkazilgan AB ga parallel to'g'ri chiziq AC ni F nuqtada kesadi. AFDY to'rtburchakning yuzasi 72 ga teng. BDning DCga nisbati 3/4 ekan. 3x va 4x kabi belgilab olamiz. ABC uchburchak yuzini topish so'ralgan. Uchburchak YBD o'xshash bo'lyapti. Uchburchak FDCga, chunki 3 ta burchagi ham teng. C burchak bilan mana burchak teng. Beta va gamma. Ikkita tomon nisbati 3/4 bo'ladigan bo'lsa, qolgan tomonlari ham 3/4 nisbatda bo'ladi. Bu yerni 3y qiladigan bo'lsak, bu yer 4y. Demak, parallelogramning pastki tomoni ham 3y ga teng bo'lyapti. Bu yerda 3 ta uchburchak o'xshash ekan. Demak, bular qatoriga ABC uchburchakni ham kiritishimiz mumkin. O'xshashlik qoidasiga ko'ra, uchburchak yuzalari nisbati tomonlar nisbatining kvadratiga teng. YBD uchburchakning yuzasini 9s qilib oladigan bo'lsak, FDC uchburchakning yuzasi 16s ga teng. Mana yuzalar nisbati tomonlar nisbatining kvadratiga teng bo'lyapti. Bu holda ABC uchburchakning yon tomoni 7x ga teng bo'lyapti. ABC uchburchakning yuzasi o'shanda 49s ga teng bo'ladi. Bu 49s nimalardan iborat? 9s ning, 16s ning va parallelogram yuzasining yig'indisiga teng. 9 ga 16 ni qo'shamiz 25. 49 dan ayiramiz 24s barobar 72. Bunda s barobar 3 bo'lyapti. ABC uchburchak yuzasini topib olamiz. ABC uchburchak yuzasi 49s ga teng edi. S o'rniga 3 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, 147 bo'lyapti. To'g'ri javob B javob. Shu bilan planimetriya mavzusiga doir birinchi qismimizni yakunlaymiz. 30 ta savol bilan yakunlanmoqda. Yopiq testlarimiz uchun 4 ta qism qilamiz. 120 ta savoldan iborat ekan. Yana 3 ta darsni chiqaramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.